Assalomu alaykum azizlar. Nexus 3 muxlislariga zo'r tanaqadan topdim. Xo'p, sirazi ma'lumotlarni aytib o'taman. Avtomobilimiz 2021-yil ishlab chiqarilgan, 4 ta yaxshi balon. Mashinamiz ishlab chiqarilgan yil 2021-yil, yurgan masofasi 79500. Xo'p, monitorlar o'rnatilgan, avtomat korobka, propan gazlari bor. Salonlariga e'tibor bering, salonlari juda ham pokiza, zo'r holat. Eshiklar shumka bo'lgan. Xo'p, aytganimdek, propan gazlari bor. Xullas, mashina minish uchun tayyor. Ko'rib turganingizdek, Mejiga 906 ming, 905 ming putlarigacha bor. Mashinamiz hozirgi kunda idealniy minish uchun tayyor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini $10,700 deyishyapti. Albatta, sunnatga o't beradigan joyi bor. Xo'p, telefon nomerlarini opsioniyada qoldiraman. Bemalol telefon qilib, yana qo'shimcha ma'lumot olishlaring mumkin. Albatta, podpiska, like bosishni unutmaysiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar. Mashinaga bitta e'tibor bering. Mehr bergan bu mashina juda ham idealniy holatda. Rosti men o'zim ham Nexus 3 mashinasini minaman. Lekin bunaqa qarab qo'yilgan, bunaqa pokizasi juda ham kamdan kam. Mashinamiz aytganimdek juda ham zo'r holatda. Olasiz, minasiz. Tonirovkasi bor. Tonirovkasiga 10 oy ruxsati bor. Ya'ni bemalol shu minish uchun tayyor. O'sha hozirgi komplektatsiyadagi hamma narsasi bor. ABS bor, konditsioner bor. Xullas, yog' yemaydi, hadovoylari zo'r. Mashinamiz yangi, yurgan masofasi yana bir eslatib o'taman, 79500 km. Xullas, olasiz, faqat minasiz. Baraka toping, telefon qilib bemalol qo'shimcha ma'lumotlar olishlaringiz mumkin. Do'stlar, podpiska, like sizlardan